Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana bugun biz o'sha mashhur Ravot mahallasi Baxtiyor ota oshxonasi orqasidagi zamonaviy, high-tech usulda qurilib, mana bitqizilayotgan kottejlarimizga kelganmiz. 2 sutiq, 2 qavatli, 6 xonali kottejlarimiz. Kelishimizdan maqsad oxirgi 10 ta kottejimiz sotuvda qolganligi sababli Shahrisabz ko'chmas mulk bozorida hali kutilmagan, hech kim hech qachon qilmagan yangilik aksiya uyushtiramiz. Aksiyamiz hech qanaqangi boshlang'ich to'lovlarsiz 10 yilga bo'lib to'lash imkoniyatiga egasiz. Shoshilamiz. Hozir mana ish qizg'in davom etyapti. Men sizlarga hozir 2-3 ta variantlarni ichki qismlarini уже 70-80% tayyor holatga kelib qolgan. Ularni ham hozir ko'rsatib o'taman. Mana o'rtoqlar, ko'rishlaring mumkin. Kottejlarimizda ish qizg'in tarzda davom etyapti. Hozir ichlarini ham ko'rsatib o'taman. Mana o'rtoqlar, kottejlarimizda hovli qismi mana shu holatga kelib qolgan hozir. Ko'rishlaring mumkin. Kottejlarimiz juda shinam, zamonaviy, juda chiroyli proyektlar bilan high-tech usulda qilingan. Hozir ichkarilarni ham birgalikda ko'rsatib o'taman. O'zlaring ko'rasizlar. Mana bu zeleniy zonasi, mana shu hovlisi mana. Ko'rib turibsizlar, juda ham shinam, chiroyli va juda a'lo darajada pishig'ishdan juda sifatli qurilgan. Yana o'sha gap, shoshilinglar, oxirgi 10 ta kottejimiz qolgan. Bu Shahrisabz uy bozorida hali bo'lmagan, kutilmagan yangilik. Hech qanaqangi boshlang'ich to'lovlarsiz kuniga 500 mingdan 10 yil muddatga bemalol bo'lib to'lashlaring mumkin. Mana o'rtoqlar, kottejlarimizning ichki qismiga ham kirib oldik. Mana bu kirishdan mana shunaqangi hol. Ko'rib turibsizlar, topli pollagacha, atapleniylargacha hammasi montaj qilingan. Juda shinam, juda chiroyli. Mana bu oshxona qismi mana. Ko'rib turibsizlar o'zlaring. Mana fotovoglari zamonaviy high-tech usulda bo'lyapti. Mana kirishdan o'ng qo'lga oshxona, chap qo'lga mana shunaqangi bitta mehmonxona desak ham bo'ladi yoki o'zlaring mo'ljal qilib xonalarni bo'lib qaysi mehmonxona, qaysi o'tirish xonasi, bolalar xonasi uni o'zlaring hal qilib olaverasizlar. Mana shunaqa ko'rinishda, mana high-tech usulda. To'g'rida men bu ham bitta xona mana, xohishlaringga qarab o'zlaring garderobni qilasizlarmi, detskiy bitta xona qilasizlarmi o'zlaring. Mana bu yerda yana bitta xona mana. Bu spalnimi, detskiymi o'zlaring mo'ljallab nima qilaverasizlar. Bu tomonda mana o'ng qo'lda ikkinchi qavatga chiqadigan zina qismi mana. Ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli, keng. Mana bu mana hojatxonasi bo'lsa kerak. Bu hojatxonasi. Shuni yonida sanuzel mana yuvinish xonasi ham joylashtirilgan. Juda akkuratli, shinam, chiroyli, zamonaviy high-tech usulda uylarimiz mana. Hozir ikkinchi qavatni ham birgalikda ko'ramiz. Ko'rib turibsizlar. Hammasi juda chiroyli uylarimiz. Eng qizig'i, oxirgi 10 ta kottejimizga sizning xohishingizga qarab, xohlagan variantingizga sotsak bo'ladi kelishib. Xohlang korobka holatda naqdga 45 mingga oling.
xohlang bitgan holatini naqdga bo'ladigan bo'lsa 67 ming yoki hech qanaqangi boshlang'ich to'lovlarsiz kuniga 500 ming so'mdan 10 yil muddatga bo'lib to'lashingiz mumkin. Shoshilamiz. Agarda yo'q boshlang'ich to'lov qilib oylik to'lovga qilib olaman desangizlar, unga alohida yana kelishiladi. Pastda telefon raqamini qoldiramiz. Telefon qilasizlar. Yana ham batafsil tushuntirib, imkoniyatingizga qarab kelishaveramiz. Xohlang boshlang'ich to'lov qiling, xohlang qilmang. Shunchaki oyma-oy emas, kuniga 500 mingdan yoki oylik to'lov qilib ham to'lasangiz bo'ladi. Mana bu 2-qavatdagi eng katta xonamiz, mana ko'rib turibsizlar. Juda chiroyli, keng, shinam. Bu haqiqiy mana mehmonxonasi mana shu bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Tepada 3 ta xona, pastda 3 ta xona. Общий 6 xonali 2 qavatli uylarimiz mana. Telefon qilinglar, bemalol gaplashamiz. Shoshilib qolamiz, o'zi 10 dona qoldi kottejlarimiz. Bu ham aksiyada, hech qanaqangi muddatsiz, hech qanaqangi boshlang'ich to'lovlarsiz 10 yil muddatga hali bunaqasi bo'lmagan o'rtoqlar. Takshda shoshilamiz. Telefon qilinglar, gaplashamiz.